yaqinroq borib suratga olaman desam birdan chinqirib yubordi. Doktorlar kelib kasalxonaga olib ketdi. Tushunmadim. Nima? Har bitta stolga bittadan qo'ymoqchimisiz? Nodir boshqamich bitdilar. Kompaniyamiz nizomida o'rnatilgan tartib-qoidalar barcha uchun barobar. Tushunarli. Rahmat. Judayam xursandman. Mana bu bizning kompaniyamiz. Bunday katta pulni qarzga beradigan odamning o'zi ham yo'q. Uyimizni hech kimga bermaymiz. Dilafruz bizda ishlaydimi? Ishlamaydimi? Odamgarchilik yuzasidan undan ko'ngil so'rab qo'yishimiz kerak. Tilla asboblarimni Lombardga topshirsamchi? Keyin ularni qanaqa qilib qaytarib olasan? Qaysi pulimga qaytarib olasan? Biznesda botirlik zarurdek, tavakkallik ham juda ham zarur. Biz sizlarga siz so'raganingizdan 2 barobar berishga tayyormiz. Dilafruz ishxonasidan keldi. Shunaqami? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Modelni ko'zini davolashyapti. Ancha ko'zi yaxshi bo'lib qolgan. Rostdanmi? Ko'zi ko'r bo'lib qolmaydimi? Nega endi ko'zi ko'r bo'lib qolar ekan? Aytyapman-ku, hammasi joyida. Voy Xudoga shukr. Shamollashingizga kelsak, doktor xolam shu yerdalar. Albatta o'tib ketadi. Lekin meni qiziqtirayotgan bir savol, qishloqdagi voqea deyapsiz. Ha, endi o'g'lim, bu oilaviy masala. Ha, endi Dilafruzga tegishli barcha gapga biz befarq bo'la olmaymiz, to'g'rimi Zo'lovli? Ha, albatta. Shunga balki yordamimiz tegar. Rahmat. Haligi gapni qisqasi shuki, Opa? Opa? Men bilan gaplashmasangiz gaplashmang. Xafa bo'lsangiz ham mayli. Lekin qarzimizni baribir to'lashimiz kerak. Nima balo? Kasal bo'lib yotib qoldingizmi? Ha? Opa? Xotin? Cho'chitib yubordingiz odam. Kim bilan gaplashyapsan? Qorong'ida. Kimingiz bilan? Uylarda chiroq yo'q-ku. Bironta qo'shniga chiqib ketgandirlar. Chiqib ketgan bo'lsa ham baribir. Hech kimga pul bermaydi. Menga qarz beraman deb hech kim ko'z ochib turgani yo'q. Dedingizmi? Menga qarang, dadasi. Yana ko'ngilchanlik qilibchi, hamma pulni o'zi to'lab qo'ymay, xo'pmi? Mayli, hali kelsin, o'zim yana chiqib eslatib qo'yaman. Ey, eslatmasang ham ichlaridan zerketib o'tiribdilar. Nima qilasan yaralariga tuz sepib? Ey, nimaga xotinlarning ishiga aralashurasiz? Voy, buncha ko'ningiz bo'sh-a? Tavba qildim. Qachon qarama shu ahmoq. Ha, yaxshi ish bo'lmabdi. Lekin nomid shayton bir yo'li topilib qolar. Har holda qayningiz bor ekan. Erkak kishi qo'lini qovushtirib o'tirmaydi. Ha, albatta. Qarz yomon narsa. Nodir akam to'g'ri aytdilar. Qayningiz bor ekan mana. Ular ham yordam berishar. Uni ustiga bitta uyda yasharkansizlar. ha, yordam berishadi, qarab turishmaydi. Muddati bo'lmaganda ham mayli edi. Bor yo'g'i 2 haftaga muhlat berishgan. Soliqqa o'zingiz borib gaplashib ko'rarsiz. Uzr, yosh bola bo'lib maslahat berayotganimga. Yo'q, bexijolat. Aksincha, o'g'lim. Maslahatingiz uchun rahmat. Borib ko'raman.
Biz ham ancha o'tirib qoldik, kech bo'lib qoldi. Zilola? Tura qolamizmi endi? Bemorni ham ancha charchatib qo'ydik. O'tiribsizlar-da. Hech ham charchaganim yo'q. Ha, aytmoqchi. Ishga qachon chiqasiz? Ishga Ha. chiqaveraymi? Qiziq bo'ldi bu yog'i. Hamma g'oyani o'zlari o'ylab topdilar. Amalga oshirish ham endi o'zingizni zimmangizda. Sizni kutamiz. Qolaversa, dizaynerlar bugundan ish boshlashdi. Shunga albatta ishxonada kutamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Unda tuzalib keting, Dilafruz. Ishda ko'rishguncha. Rahmat. O'tiribsizlar-da. Yo'q, endi bizga fotoga bersangiz biz sekin ketaverardik. Mayli, unday bo'lsa. Sog' bo'linglar, kasbga olinglarga baraka bersin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Kelsin, dugonajon. Xush kelibsizlar. Rahmat. Rahmat. Yana kelib kiringlar. Tuzalib keting, Dilafruz. Rahmat. Tezroq ishga chiqasiz degan umiddamiz. Ha, albatta. Ishimiz juda ham ko'p. Ayniqsa rebrendingni amalga oshirish kerak. Mayli. Yaxshi boringlar. Mayli, xola, rahmat. Xo'p, qizim, xo'p. Mayli, xayr. Sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Siz qachon ketmoqchi edingiz? Bugun endi kech bo'lib qoldi. Ertaga ketaman. Borib muammolarimni hal qilay. Uni ustiga ishxonamga ham aytmay kelgan edim. Shunga ertaga ketaman. Juda yaxshi. Yaxshi dam olinglar. Xayr. Xo'p. Xayr, Nodir Bahromovich. Judayam yaxshi odamlar ekan. Qara, bir kun bormaganingga darrov sendan xabar olgani kelishibdi-ya. Iloyim umridan baraka topishsin. Kel. Biram bularga havasim keldi, qara, oqila. Voy o'rtoqjon, sekirib aytasanmi? Shunday odamlar bilan ishlayotganingdan xursandman, qizim. Endi ko'nglim joyiga tushdi. Zilolang, senga ochig'ini aytsam, menga uncha yoqmadi. Samimiyat yo'q u qizingda. Lekin Nodir Bahromoviching ancha durust yigitga o'xshaydi. Ha, ular juda ham yaxshi inson. Hamma ularni yaxshi ko'radi nimagadir. Alo. Dilafruz? Eshitaman, Nodir Bahromovich. Uzr, kechda bezovta qilyapman. Lekin sizdan bir narsani so'ramoqchi edim. Onangizni ertaga vokzalga o'zim kuzatib qo'ysam maylimi? Siz kasalsiz. Nima deysiz, Dilafruz? Bilmadim. Qanday bo'larkan? Yaxshi bo'ladi albatta. Haligi Xo'sh. oyijonim boshqa fikrga borishlari mumkin. Oqila xolam ham. Menga ishonasizmi, Dilafruz? Ha, demak ishonmaysiz. Yo'q, Nodir Bahromovich, men sizga ishonaman. Lekin Siz hech narsani o'ylamang, Dilafruz. Yomon fikrga borishlariga o'zim yo'l qo'ymayman. Kelishdikmi? kelishdik. Mana bu boshqa gap. Ertalab 8:da uyingizda bo'laman. Xayrli tun. Sizga ham xayrli tun. Mayli. Sog' bo'ling. Haliyam uxlamadingmi? Keling, oyijon. Charchamadingmi, qizim? Yo'q, nega charchayman? Oyijonim yonimda bo'ladilar-ku, men charchaymanmi? O'zim asal qizim. Men bilan qishloqqa ketasanmi? O'zim yaxshilab qarardim. Doktorlarga ko'rsatardim. Bilasanmi, hozir qishloq vrachlik punktlari shahar kasalxonalaridan qolishmaydi. Hamma narsalari bor, keng, yorug'. Doktorlari ham yaxshi. Uni ustiga kasal bo'lsang, bo'lmasang, muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazib turishadi. Bilaman, oyijon.
lekin hozir ketolmayman. Oyijonim, qo'rqib ketganimni bilsangiz edi. Model qizni ko'zini sal bo'lmasa qo'rqib qo'yay dedim. Nodir Bahromovich aytdilar. Yaxshiyamki tuzalib ketibdi. Bo'lmasa Oyjon, sizga bir narsa ko'rsataymi? Ko'rsat, tog'a. Charchamaganga o'xshaysan. Keling. O'tiring, Oyjon. Hozir. Opa. Mana qarang, Oyjon. Men yuborgan talabnomalar bo'yicha berilgan javoblar. Bunday odam ro'yxatda yo'q. Biz bilmaymiz, bunday odam kelmagan deb javob berishibdi. Oyjonim, lekin men baribir qidiraveraman. Adang seni. Asal qizim, go'zal qizim deb erkalatadilar. Bu asal qizcha bo'lsa, mana 22 ga to'libdi. Endi qizim oila qurishni ham o'ylash kerak. Bu hayotda eng muhimi oila bolam. Dilafruz. Oyjonim. Ki qizim, kuzga chiqib to'y qilaylik. Dadang ana keladi, mana keladi deb shuncha vaqt o'tkazdim. Nima deysan? Yo'q, Oyjon. O'zi endi ishga kirdim. Dadamlar topilmagunlaricha bir fikrga kela olmayman, Oyjonim. Mayli. Kuz kelaversin-chi. Bir gap bo'lar, oyi. Oyjon, Jamila kelinoyim hali ham o'sha-o'shamilar? Inson bu yoshda o'zgarishi kerak, qizim. Amaking ham xotinini bu qiliqlariga o'rganib qoldi. Bolalari ham ish qilib insofi o'ziga bersin. Oyjon, Dilnoza umuman oyisiga o'xshamaydi. O'xshamaydi qizim. Biram beg'ubor, qalbi toza qiz. Va yozgan she'rlarni aytmaysanmi? Biram chiroyli she'rlar yozadi endi. Mayli ish qilib baxtini bersin. Bo'pti qizim. Vaqt ham allamahal bo'lib qoldi. Yotib damingni ol. Men ham dam olay. Xo'p, Oyjon, hozir yotaman. Xo'p. Xayrli tun. Xayrli. Voy, qo'ysin-chi, o'rtoq. Unaqa qilma. Hech narsa esingdan chiqmadi? Keling. Assalomu alaykum, Oqila xola. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, bola. Biron narsa esingizdan chiqib qolibdimi? Yo'q, shunchaki Gulsanam opamni kuzatib boraman deb kelganman. Qani marhamat, keling. Oyi, Yaxshimisiz, Dilafruz? assalomu alaykum. Yaxshi dam oldinglarmi? Rahmat. Qani marhamat, o'tiringlar. Kel, o'tir qizim. Qani amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Yo'lga ketayotganlarning safarlari bexatar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi?
Qanday boshlasam ekan? Gulsanam opa, ochig'ini aytganda kechagi gaplaringiz yurak bag'rimni ezib yubordi. Sizni o'rningizda rahmatli onamni tasavvur qildim. Kechirasizlar. Xullas, nima bo'lganda ham imkoniyatim bo'lib turib sizga yordam bermasam, ertaga vijdonim qiynalib o'zimni o'zim yeb qo'yaman. Shunga mana buni oling, bu sizga. Rahmat Nodirjon. Hozir. Keling. Siz yaxshi yotib turdingizmi? O'zingizmisiz? Rahmat, taga shukur. Albomni olib chiqayotgandim. Xo'jayiningiz yo'llarda bemalol ko'ramiz deb. Hozir kasalxonaga ketayotgandim. Ha, mayli, o'zingiz aytganingiz uchun olib chiqayotgandim-da. Men? Voy, hali esingizda yo'qmi aytganingiz? Ha, unda mayli. Voy, yo'q. Keling. Esimga tushdi. Keling, birpas ko'raylik. Keyinroq ketarman. Mayli. Mana, qarang qizlarni. Voy, bir-biridan chiroyli. Bunisini qarang. Voy. Bunisini qarang. Qiz ko'zi chiroyli ekan. Ha, katta. Bunisini qarang, o domboligini qarang. Yo'q, bu sal. O'g'limga sal ozg'inroq qizlar yoqadi-da. Bunisi-chi mana. Qani? Mana. Ko'zlarini qarang, chiroyli ekan. Ko'zlarida qarang. Ma'no bor-a? Ha. Yaxshi. Bunisini qarang. Bunisi ham chiroyli. Yoqdimi? Xadicha opa, qolganini keyinroq ko'raylik. Kasalxonaga kech qolayotgandim. Ha, mayli. Bo'lmasa shu yerda tursin. Siz tez kelasizmi? Ha, kelaman. Bugun xo'jayinimni kasalxonadan olib chiqib kelaman. Voy, shuni aytmaysizmi? Hozir chiqib birpasda tort pishirib kelaman. Voy, yo'q, Xadicha opa. Ular tort yemaydilar, parhezdalar-yu. O'shanga bilasizmi nima qilamiz? Nima? Haligi men o'zi go'shtli pirog qilmoqchi edim. Xo'sh. Xamirini, qiymasini muzlatishga solib qo'ygandim. Agar malol kelmasa, Xadicha opa. Voy, nega malol kelar ekan? Siz bemalol ketavering. Boring. Voy, rahmat Xadicha opa. Voy, yaxshiyamsiz boringizda. Voy, siz bo'lmasangiz men nima qilardimmi? Voy, kegunizcha 5 qilib qo'yaman. Rahmat. Bora qoling. Voy, salom deng Bahodirjonga. Xo'p, Voy, salom olib keling. Mayli, yaxshi o'tiring. Xo'p, salom olib keling. Xo'p. Lekin men buni ola olmayman, o'g'lim. Rahmat. Meni xafa qilyapsiz. O'g'lim deysiz-ku, nahotki ola olmasangiz. O'zingizdan o'zi bizga berishingiz bu Dilafruz. Nahotki menga ishonmasangiz. Voy. Sizlar g'alati odam ekansizlar-ku. Nodirjon chin ko'ngildan yordam bermoqchi. Sizlar buni xafa qilyapsizlar. To'ppa-to'g'ri. Nodirjon kecha oddiy bir tanishimiz edi. Bugun oilamizning tashvishiga oshno bo'lgan qadrdon kishimizga aylandi. Bu yerda qancha bola? Roppa-rosa 1,5 million. Mana men guvoh. Nodirjon o'g'lim Gulsanam dugonamga 1,500,000 so'mni qarzga beryapti. Sanab olasanmi? Voy, qo'ysingchi oqila. Rahmat bolam, men ololmayman. Unda olgin-da. Topding deguncha qaytararsan. To'ppa-to'g'ri. Baraka toping bolam. Rahmat. 100,000 bo'lsin. Birovlarga xorizdor qilmas. Aytganingiz kelsin. Qarshi bo'lmasangiz, Gulsanam opa, sizni vokzalga o'zim olib borib qo'ysam. Olib borib olmang o'g'lim. Men o'zim ketaveraman. Yo'q.
Albatta, ovorasi bor ekanmi? Sizni yelkamda emas, mashinamda olib borib qo'yaman-ku. Sizlar bemalol. Ertaga ishga boraman. Men pastda bo'laman. Baraka toping o'g'lim. Ana. Aytmanmidim? Yaxshi odamdir. Oyi. Menga qilmay biroq evosalam. Sochim uchi qo'ng'iroq, o'zim aylanay. Yor menga qilmay firoq evosalam. Yor menga qilsan firoq o'zim aylanay. Boray desam yo'l yiroq evosalam. La 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 Yor menga qilsang firoq o'zim aylanay. Boray desam Hozir. Biror narsasini esdan chiqardimikin? Kim u?